Gemoroy eng yoqimsiz va ko'p sir tutiladigan kasallik. Bu kasallikda 4 ta bosqichi bo'ladi. Eng og'ir bosqichi bu 4-bosqich hisoblanadi. Undan tashqari gemoroyda 2 xili bo'ladi, ya'ni tashqi va ichki. Agar sizda ham shunaqa gemoroy kasalligi bo'ladigan bo'lsa va siz buni davolash uchun doktorga borishga uyalayotgan bo'lsangiz yoki operatsiya qildirishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, bundan endi xavotir ham olish shart emas. Chunki bizda buning uchun tabiiy va xavfsiz xemart mahsuloti bor. Mahsulot 100% tabiiy ekstraktlardan olingan, odam organizmi uchun hech qanaqa zarari yo'q. 10-15 kun ichida og'riq, qichish, achish, qonashlarni bartaraf qilib beradi. Buni qadog'i ichida choy va svechasi bo'ladi. Svechasi gemoroy tugunlarini ildizdan yo'q qilib, shuni evaziga gemoroy qaytib qaytalanmaydi. Undan tashqari buni maxsus choyi bo'ladi. Maxsus choyi sizni ichki tomonlama davolab beradi, ya'ni ich qochishni bartaraf qilib beradi, oshqozoningizni yaxshilab beradi, ya'ni hazm tizimingizni yaxshilab beradi, ichakdagi infeksiyalarni yo'qotib beradi. Mahsulotni to'liq foydalanganingizdan keyin gemoroy sizda umuman qaytib qaytalanmaydi, chunki ildizi bilan birga so'rilib ketadi. Agar siz ham shu mahsulot haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki mutaxassislarimizdan bepul konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va mahsulotga buyurtma bering.